BDT 2022-yili maxsus qaror elib, har yili 15-mart kunining xalqaro islom vahimasiga qarshi xotira kuni ekanligini e'lon qilgan edi. Ular bu kunni tanlashda 2019-yili 15-mart kuni oqlar ustunligi nazariyasining zaharlashga uchragan bir ton tarantning Yangi Zelandiyadagi 2 masjidda juma namoziga to'plangan musulmonlardan 51 kishini etib o'ltirishidek og'ir fojiani xotirlashni ko'zlagan edi. 2023-yillik tunji navbatlik xalqaro islom vahimasiga qarshi kurash kunini xotirlash majlisining favqulodda yig'ini 10-mart kuni BDTning Nyu-York shahridagi bosh shtabida chaqirildi. Bu qatimqi xotirlash majlisining raisi Pakistanning tashqi ishlar ministri Bilawal Bhutto Zardari yig'inda oldi bilan so'z oldi. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. Peace be with you. Excellencies, u so'zida islom dinini tushunmaslik, bo'libmi islom dini bilan islom to'niga o'rnib olgan kishilarning qilmishini farqlantirmaslik haqidagi tushunchalar sababini kelib chiqqan islom haqidagi turli andishalar va vahimalar, shuningdek islom diniga bo'lgan o'chmanlikning insoniyat dunyosiga olib kelayotgan fojialarini eng tuvan chekka tushirishning muhimligini ta'kidladi. Uning bayon qilishicha, tinchlik va o'zaro hurmat prinsipi asosidagi islom dini 11-sentabr voqeasidan keyin texmi ilgirlagan holda boshqalarni kamsitish, zo'ravonlik va o'chmanlik qilishning sababida ayontirib qo'yilgan. Natijada islom dinini terrorlik bilan bog'lab tushunish tufaylidan texmi ko'p fojialar o'rtaga chiqishga boshlagan. Ammo bu xil og'ir oqibatlar izchil turda dunyo jamoatining Since the tragedy of 9/11, animosity and institutional suspicion of Muslims and Islam across the world have only escalated to epidemic proportions. A narrative has been developed and peddled which associates Muslim communities and their religion with violence and danger. BDT'ning bosh kotibi Antonio Guterres mo shu qatorda so'z. We see some of the worst impacts in the triple discrimination against Muslim women because of their gender, ethnicity and faith. U nuqtali qilib o'tgan yillarda buyon dunyo miqyosida avjilayotgan islom vahimasining hozir o'chmanlik urqi terishda muhim rol o'ynayotganligini, islom so'zining manbasi tinchlik ma'nosida ekanligini, ammo bu vaqtdagi ziyoda va ortiqcha vahima tufaylidan bu vaqtdagi tushunchalarning chetda qolganligini ta'kidlash bilan birga dunyo jamoatining bu xil salbiy yuzlanishga izchil qo'l qovushtirib qarab turishiga bo'lmaydiganligini tilga oldi. U Qur'oni Karimning Tavba surasidan naql keltirib, yaqinqi yillarda sarson bo'lib yurgan va panohlikqa ehtiyojli bo'lgan musofirlarga eng zo'r darajada quchqini ochganlar islom ellari bo'ldi. Halbuki 2 milliard musulmon hozir bir qism kishilarning nazarida qo'rqinish va vahimaning manbasiga aylanib qoldi deb ko'rsatdi. Islam derives from the same root word salam, peace. I saw the modern manifestation of what is found in the Surah Al-Tawbah of the Holy Quran, and I quote, Bu qatimqi yig'inda so'z qilgan vakillardan biri Xitoy vakili bo'ldi. Xitoy vakil navbatda Xitoy hukumatining o'zaro hurmat prinsipi bo'yicha ish ko'rayotganligini, Xitoyning islom vahimasini tugutish sohasida aktiv ish ko'rib, islom dunyosi bilan qo'yiq aloqa o'rnatib chiqqanligini, Xitoyning har qachon hech qanday bir madaniyat yoki xalq boshqa bir madaniyat yoki xalqdan ustun deb qaramaydiganligini, shuningdek o'zlarining izchil turda boshqa madaniyat va xalqlarga hurmat bildirib kelganligini tilga as International Day to Combat Islamophobia. It was a great honor for China to be co-sponsor of that. Halbuki Xitoy vakil tilga olmagan Uyg'urlarga xos madaniyat, milliy kimlik va islom diniy kimligini vayron qilish urinishlari Amerika hukumatining BDT'dagi doimiy turishliq bosh elchisi Linda Greenfield xonimning og'zidan o'tirib qo'yildi. We've also determined that the Chinese government has committed genocide and crimes against humanity against the predominantly Muslim Uyghurs and other ethnic and religious minority groups in Xinjiang. The international community must continue to condemn these atrocities. U navbatdagi islom vahimasining xatari va ziyonlari haqida so'z qilib, Xitoy hukumatining qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir qilayotganligini, bu jarayonda Uyg'urlarning milliy va diniy kimlik sababidan eng zo'r darajada ziyonkashlikka uchraganligini o'tirg'a qo'ydi. Shuningdek, xalqaro jamiyat bu qabillikni ayblashi, Xitoy hukumati lagerga qamalganlarni tezdan qo'yib o'tishi lozim deb ko'rsatdi. To demand accountability. And we must continue to call for all those unjustly detained in the PRC to be released and reunited with their families. Ammo so'z navbatda kelmagan bo'lsa-mu, Xitoy vakillari darhol buningga norozilik bildirdi.
Ular sözde Uyg'urlarning qirg'in qilinishi deganlar butunlay Amerika to'qib chiqqan asossiz ayiblash. Navoda qirg'inchilik haqida so'z qilish to'g'ri kelsa, Amerika o'z vaqtida indianlarni qirib tashlagan. Ularning Xinjiang masalasini dastak qilib turib, davlatimizning yuziga qarshi chiqishiga qat'iy qarshi turamiz deganini alohida ta'kidladi. The so-called genocide in Xinjiang is totally a lie of century fabricated by the United States. Xitoy hukumatining bu xildagi muqomni tovlashi tunji qatimliq ish emas bo'lib, ular ilgarimi Amerika va bir qism g'arb ellarining o'zlari ko'chib kelgan joylardagi yerlik aholini qirg'in qilganligini dastlab turib, o'zlarini oqlashga urinib kelgan edi. Bo'libmi g'arb dunyosi o'rtaq holda tarixdagi bir qatimliq zo'r xatoligimiz deb tanagan bu ishlarni Xitoy hukumatining Uyg'urlarni qirg'in qilishini yo'lliq qilib ko'rsatishga dastak qilishi izchil har qaysi mutaxassislarning tanqidiga uchragan edi. Bu vaqtda so'z bo'lganda Amerikadagi mustaqil siyosiy analizchi Ilshod Hasan bu xildagi mantiqining hech qanday logikalik asosga ega emasligini, buning faqat siyosiy aldamchilikdan boshqa narsa emasligini alohida ta'kidlaydi. Mantiqiy jihatdan hech qanday bir asosi bo'lmaydi. To'g'ri, Amerika o'z vaqtida bu yerdagi yerlik indianlarga qirg'inchilik qilib bo'lgan. Bu tarix reallik. Ammo bu yerdagi tutdagi farq Amerika hozirgacha o'zini tekshiryapti. Bu birinchi masala. O'zini tekshiryapti. Yana biz bu tarixda o'tkazgan xatoligimiz, gunohimiz, jinoyatimiz. Shuning uchun bu xalqqa to'lam to'laymiz, ham ularni qo'g'daymiz. Bu ham o'zininki tarixda o'tkazgan xatoligini to'niyapti. Endi bu yerga kelib buni agar mush tarixini surishtirsak, Xitoy Shinsayning vaqtidan tartib yoki uning oldidagi Manchuning vaqtida, Zozongtangning vaqtidan tartib bizning vatanda milliy qirg'inchilik qilib bo'lgan. Shinsayning vaqtida qilib bo'lgan, Gomindangning vaqtida qilib bo'lgan. Hozir Xitoy u tarixini e'tirof qilish emas, uni madiylash. Masalan, Shinsayni hozir o'zining Xitoyning deyishi bo'yicha Xitoyning vatanining birligini saqlab qolgan. Mana degan vaqtida Zozongtangni vatanning birligini saqlagan, qaytirib kelgan u bu deb ularni madiylayapti. Amerika hech qachon tarixdagi o'zininki shu vaqtda o'tkazgan jinoyatini jinoyat deyapti. Ular hech qachon madiyligini yo'q. Mana degan vaqtida Xitoyning bu yerga mantiqsi nima deganda, sen amerikalik meni ayblmaysan, g'arbliklar, chunki sening ajdodingni xatolik o'tkazgan. Mana degan vaqtida buni Xitoylar hozir Xitoy ziyolilari bilanchuyi deydi. Yana rezillikni selishtirish deydi. Rezillikni selishtirish orqali o'zini oqlash. Ma'lum bo'lishicha, oldingi yillari islom vahimasi to'g'risida xotir kun bekitish masalasi o'tirib qo'yilganda, Xitoy birinchi bo'lib buningga ovoz qo'shgan hamda mushundaq bir xotir kunni bekitishning muhimligini ta'kidlagan. Dünya Uyghur Qurultayıning raisi To'lqin esa shu vaqtda bu haqda so'z qilib, Sharqiy Turkistonda islom diniga va Uyg'urlarga jang e'lon qilgan bir hukumatning mushundaq bir tashabbusini o'tirg'a qo'yishi qora yumurdan boshqa narsa emas degan edi. Bu tema haqida so'z bo'lganda Ilshod Hasan bu hol Xitoy hukumatining ichki yuzlamalikda qaysi darajaga bog'liqligini ko'rsatdi dedi. Endi oddiylashtirib aytgan vaqtida Xitoy bu yerda ichki yuzlamalik bir siyosat olib beryapti. Birinchisi, musulmon dunyosiga o'zini musulmonlarni qo'g'daydigan, musulmonlarning haq-huquqida turadigan, hurmat qiladigan bir yuz ko'rsatsa, Sharq Turkistonda islom dinini va musulmonlarni bir kasal, bir dushman deb qarayapti. Bu yerda Xitoyning bunda ichki yuzlamligini aytdi. Mana degan vaqtda hozirgacha bular muvaffaqiyatli o'rnab keldi. O'rnashdagi sabab endi bu xalqaro siyosat bilan bog'landi, cho'ng bir oq ko'rinish kirdi. Bu yerda xalqaro siyosiy sahnasida yana musulmon dunyosi g'arb yana bu Amerika boshliq bu g'arb bilan bir tang keladigan bir kuch izlaydi. Burun so'g'aq qurish vaqtida Sovetni izlagan bo'lsa, bugungi kunda Sovet yo'q. Rus ajizlab ketganligidan, Xitoy kuchlanganligidan Xitoyni buning bir kuch deb qarayapti. Endi buning qo'shib desak, yaqinda Eron bilan Saudiyani kelishtirishdimi Xitoy birinchi qatim O'rta Sharqda bir cho'ng rol o'ynayotgan bo'ldi. Ammo bu yerda mushundan foydalanib Xitoy ichki yuzlamalik, yana xalqaro sahnasiga kelgan vaqtida islomofobiyaga qarshi turamiz, islomni terrorizmga bog'lash degan bu hukmlarga biz qarshi deb xalqaro sahnasida nihoyatda aktivlik bilan ko'p sonni egallaydigan davlatlarning hokimiyati bilan bir sahnada turib oldi. Ammo lekin shioliyatidagi Sharq Turkistonga kelganda ochiq-oshkora islomni bir xil kasal, musulmonlarni terrorizm bilan bog'lash, ya'ni buni terrorizm bilan tang qarash,
Şunun bilan milliy qirg'inchilik qilib beryapti. Endi bu yerda bu xil usulni 200'lük qilib xalqaro siyosatdagi mushu nozik tangpungliqdan foydalanyapti desak bo'ladi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumatı islom dunyosini kontrol qilib olish orqali o'zlarining islom vahimasi sohasida ulgulik rol o'ynayotganligini pesh qilayotgan bo'lsa-mu, navbatda ularning bu jihatdagi siyosiy o'yinlari dunyoni aldayamaydi deb qaralmoqda.